hamma trend video olayotgan joy, ya'ni mana shu joy. Welcome to Makka deb chiroyli aeroport ovozidan qo'yib qo'yishyapti. Bu yerga haram hududidan qanday kelish mumkin? To'g'rimizda haramni 70-darvozasi bor. Shuni to'g'risini mo'ljallab kelaverasizlar va sizlarda zo'r video olishga imkoniyat bo'ladi. Xo'p, men bu yerda nima qilyapman desalaringiz, ayolim bilan Ka'bani tavof qilishga kelganmiz va men aytdim, obunachilarimga shu joyni ko'rsatib qo'yay deb kelganman. Ko'rib turibsizlar, yer ham juda ham chiroyli qilib, mana shunaqa chiroqlarni o'rnatib qo'yishgan yerlarga ham juda ham kechqurungi holati go'zal. Ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p blogerlarimiz aynan mana shu joyda video qilishgan. Albatta, ibodatni ham qilish kerak, ziyoratni ham qilish kerak va chiroyli bir Allohning dargohida chiroyli bir qalbni ham rohatlantirish kerak. Joninglar sog' bo'lsin. Buni albatta mana shunaqa chiroyli joylarga qiziqadigan insonlarga yuboringlar. Yana eslataman, haram hududidan 70-eshikni to'g'risidan kelaverasizlar yo'lda olib. Joninglar sog' bo'lsin.